Assalomu alaykum hammaga. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Kommentariyga kirib olib, qimmat deyishdan oldin bir narsani tushunib olinglar. Narx-navo o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Narx-navo holati, lokatsiyasi va boshqa shart-sharoitlarga qarab baholanadi. Hozir sizga ko'rsatayotgan uyimiz ham universitet to'g'risida joylashgan ipoteka banki orqa tomonidagi 5 qavatli domimizning birinchi qavatida g'ishtli korobka holatda 75 metr kvadrat tashkil etuvchi kvartirani sotuvga chiqqan. Ko'rib turganingizdek, bu uyni o'zingizni ideyangiz bilan remont qilsangiz ham bo'ladi yoki bitta remontchi qilib ijaraga studentlarga berib pulga urishingiz ham mumkin. Umumiy qilib aytganda uyimizning hujjatlaridan biror muammosi yo'q. Egalari 45500 so'rayapti. Yana savdosi bor. Bemalol kelib savdolash, baraka qilishingiz mumkin. Bir narsani tushunib oling. Bu pulga Dubaydan villa olasizmi, samolyot olasizmi, pul sizniki, lekin ko'chmas mulk kundan-kunga narxi oshib boradi. Bu sezilarli darajada bilingan. Ushbu ko'rib turgan uyingizni ham bu yil kelib bu narxda olib bilmaysiz. Boshda aytganimizdek, taklif bizdan, tanlov sizdan. Tanlovda adashmaslik uchun Megapolis Capitalga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu uyimizni tezda sotib olishga ulgurib qolish uchun pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing.